Talablarga va istaklarga binoan ko'pchilik so'rashgan Jizzaxlik akadan, Jizzaxdan chiqaring deganlarga Jamshid akadan. Assalomu alaykum Jamshid aka, yaxshimisiz? Assalomu va rahmatullohi barakatuh. Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz qandaysiz? Rahmat, Allohga shukr. Ko'pchilik Jizzaxdan ko'rsating derdi. Mana Jizzaxda ham bor magazinlaringiz. Hozirgi turgan joyimiz Samarqandda. Shunday. Xo'p, avvalambor barchangizga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qo'ldan kelgancha podpishka qilib, layklarni bosib turing. Har doimgidek Jamshid akamiz shu narxlarni sindirib xalqbop qilib beraman deyapti. Hozir ko'ramiz narxlar birgalikda tanishtirib beramiz. Gapingiz to'g'ri, lekin sindirmaymiz. Sindirish niyatimiz yo'q. Narxni. Narx sindiramiz raqobatchilarimizga. Yo'q, boshqalarga tegishli emas. Hammani ishini omadini bersin. Shunday. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Xudo xohlasa mana bugun Kamoliddin bilan yangi modellarimiz bu. Narxlari boya Kamoliddin aytgandek hamyonbop narxlarda. Xudo xohlasa shuni bugun shu mebeldan sizlarga yoritib beramiz. Keling Kamoliddin, bismillah deb mana shundan boshlasaylik. Mana shu ko'rib turganimiz, buni kattaroq modeli ham bor edi adashmasam. Ana, Toj Mahal eslaysizmi? O'zingiz bir 8 million narxlab bergandingiz. Ana do'stlar, buni kattasi ham bor. Bu sal kichikroq varianti ekan. Kichikroq variantini qilgan sababi birinchidan narxi arzon, ikkinchidan ko'p uylarda razmerlar kattalik qilgani uchun kichikroqni ham ishlab chiqardik. Shifonyer faqat o'zgaryapti Kamoliddin, kichikroq ishlanyapti, bo'ldi. Atak qolgan hammasi o'shanda mana bunday ajoyib spalnisi mini qilib qo'yganmiz, bosh tomonlarini qarang, qanday ajoyib ishlangan, yumshoqqina machalkali. Bu kattaligi mana shunday bo'ladi. Xuddi shunday, to'ppa-to'g'ri. Kattaligi shunday bo'ladi. Ajoyib mana bunday trimosi ham. Trimolari bir xil. O'zim sizga bunday burib sal ko'rsatay, mana bunday qilib oling. Juda ham ajoyib ishlangan trimolari ham. Xo'p, yonlari yonadiganmidi bu? Yo'q, bu yonadigan emas. Xohlovchilarga uni gaplashaveramiz. Qo'yib beramiz. Qo'yib beramiz. Avval ishning xarajati nima kerak? Mana bunday ajoyib shifonyerlarimiz razmerlari kerak ekan, 180. Hozir mana oq rangini qo'ydik, xohlang qora rang, xohlang boyada choka rang, endi choka rangni qo'yganmiz, ko'ryapsiz. Xohlang buni kattasini qilib beramiz xohlovchilarga. Bu ham xuddi shunday bir qator polkalar, kiyim so'laydigan, kiyim taxlaydigan xonalari, ichlariga e'tibor qiling, ichlari, yo'llari yarim metr. Kiyim ilganda ham, mana bunaqa veshilkali joylarga kiyim ilganda ham tik turadi Kamoliddin. Bemalol turadi. Bemalol turadi. Uzun kiyimlarga. Uzun kiyimlarga shunday. Ikki xonali deylik, nima deymiz? Narxlarga keladigan bo'lsak, Kamoliddin, keling bir zo'r narx qilaylik. Qani? Maydalashmaymiz. 5 million, 5,5 million, 4,5 million. Plus 4 million so'm. 4 millionga? 4 millionga komplekt, shifonyer, trimoga bitta stulcha podarkamiz. Mana bunday ajoyib spalnimiz. Mana bunga o'xshagan kattagina. Katta bo'ladi, mana bu ajoyib ikkita tumbamiz ham. Gap yo'q. 4 millionga do'stlar nima deyapti? Layklarni gumburlatamiz. Biz dalish ko'rsatamiz. Kanalimizda birinchi bo'lganlarga albatta omma bo'lish esdan chiqmasin. Akamiz shunchalik narxlarni sindirib beryapti. Qo'llab turamiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozamiz. Dalish narxlar qanday, arzonmi, yo'qmi? Menimcha eng arzonni siz qilib berasiz, aka. 4 million so'm dostavka, uстановka 100 kilometrgacha Kamoliddin olib borib berishlari tekin xizmatlari. Gap yo'q. Xo'p. Keling Kamoliddin, mana shu boshdan boshlay qolaylik, aralash bo'lib ketmasin. Spalni naborlardan boshlaymiz. Mana bu ajoyib mebelni qarang. Tremolari, ikkita tumbalarda svetiniylari bor, yonib turadi. Zo'r ishlangan mana bu shifonyeri 3 xonali kupeyni variantimiz, bagetlari original. Unaqa qog'oz degan narsa ishlatilmagan. Musamboy aka, menga bitta kalit bering, men buni qirib ko'rsatishim kerak. Gap yo'q, do'stlar. Juda original varianti. Zo'r ishlangan. Ular bir xillarda qog'oz qo'yar ekan, qirilib ketadi. Bu original, bemalol chizib qirib ko'rishingiz mumkin. Ranglariga keladigan bo'lsangiz, har xil ranglar bor Kamoliddin. 3 xonali. Birinchi xona muskoy xonalarimiz tepaga ham pastga ham bo'ladi. Ikkinchi xonamiz qator polkalar, kiyim taxlaydigan xonalarimiz va uchinchi xonamiz esa qizlarimizga uzun kiyimlarga ilinadi. Oyoq kiyim pastakda bosh kiyimlaydigan va kiyim taxlaydigan, kiyimlaydigan xonalarimiz. Gap yo'q. 3 xonali, juda ham ajoyib, yaxshi sotyapmiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, keling, vaqtida 6,5 milliongacha sotganmiz. 5 million 800 Kamoliddin. 5 million 800 gacha. 5 million 800 mana bunday ajoyib shifonyer, mana bunday ajoyib svetinlilari bilan, trimolari,
Spalnisi bunday o'ting kamolda spalnisi joyim skiri oluvchi mana bunday ajoyib qarang spalning bosh tomoni ham yumshoq Spalning bosh tomoni juda ham zo'r ishlangan. Gap yo'q. Xo'p, 5.800 ga ketdi komplekt. Komplekt. Malibularni nima qilib beramiz aka? Malibu. Uylansin endi bu yoshlar. Yaxshi so'tyapmiz. Qolib ketganlar xatyapti bizga o'xshagan. Bizga o'xshagan. Malibu haqiqatan zo'r mebel. Zo'r mebel kamolni o'zini obro'yini yo'qotmayapti-da. Allohga shu sotilishlariga ham gap yo'q, yaxshi sotilyapti. Klientlarniki olib borib terib beryapmiz, juda ham mazza tushyapti. Malibu shifonyerlarimiz 3 xonali plus taylarda tortmalar, 3 ta tortmalar, 3 ta svitinligi va yana bu yoqda ham svitinliklar bor do'stlar. Xuddi shunday trimolarda ham svitinlilar bor. Trimolar ham katta ishlangan, 2 ta tumba va bunday ajoyib spanlilari bilan. Narxlariga keladigan bu selli 10 million, 11 million, 10,5 million gacha sotganmiz. Rustam aka eski narxda qoldiraman. 9 million. Bo'ladi. 9 million. Gap yo'q. Rustam akani taniganlar bormi? Rustam aka charchamayapsizmi o'zi? Yaxshi. Narxlarni arzon qilib beryapsizmi? Chiroyli qilib bo'lyapti. Dastavkalar har doimgidek oqshom bilan bezovta qilyaptimi yo'qmi podpischilar? U sanmasa bo'ladi. Bemalol akamizga chiqaveramiz. Rustam aka shu Samarqanddagi magazinda turadi. Ishonarli shu Jamshid akamizni o'ng qo'llari kelaveramiz. Bog'lanib nomerlarga. Xo'p, qancha dedik? 9 million. 9 millionga 8,5 emasmidi? Undan keyin oshdi. Oshdimi? Undan keyin 9 million qo'ydim. Shundan keyin mana endi sezon yaqinlashyapti deb narx ko'tarildi deb gap so'zlar bo'lmasin. 10 milliongacha sotilgan. 10 milliongacha istasangiz o'zingiz birinchi qo'ygan paytlaringiz 10 milliongacha edi. Keling, mayli o'sha eski narxda 9 milliondan qoldiraman. 9 millionga. Do'stlar, endi qancha arzon bo'lsa bizga menga shuncha yaxshi, klient podpischilarga chiroyli qilib beriladi. No, narxi shunaqa ekan. Endi qalblariga qo'l solib, Jamshid akamizni yo Rustam akamizni bir ko'ndirib qo'ysalaringiz, bo'ladi. Ketib qolishi mumkin. Bu savdo bu, aql bilan bu. Ko'ndirib qo'ygan odamlar ham bu. Keling aka, siz bilan telefonlashmodik? Pastarxondamidingiz? Kamoliddinning do'stlari. Mana yangi YouTube'dan ko'rib kelyapman dedingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Живой klient. Yaxshi keldinglarmi? Uzoqdan kelaman deysiz, 20 minut oldin gaplashdik. Ha, 40 kilometr keladi. Ha, endi uzoq. Uylanyapsizmi? Ha, yaqin. Biz duo qilganmizda shuncha uylanyapsiz. Bo'lmasa qolib ketardingiz. Rustam aka qarorim bu yoqqa bo'lmasa qanday ekan narxlar? Живой klientni mana gaplashavering, bemalol gapirishing. Ko'rdik shu YouTube'dan eng ma'qul kelgan shu siz aytilgandek qilib beryapti, ha? kecha gaplar, Jamshid aka bilan yaxshi. Savdolaringizga baraka bersin. Biz dal ko'rsatamiz. Rustam aka siz qaravering. Xo'p, keyingi modelimiz keling araga bundan emas, keling mana shunga o'tishaylik Kamolda. Ha, bundimi? Ha, mana shunga o'ta qolaylik, keling. O'zimizni balchig'imiz. Ha, balchiq. Juda ajoyib, Mebel ko'p do'stlar. Oho, videoni zerikmasdan choy-poylar tayyorlab endi boshladik biz. Kollacha fantacha qilib bemalolda tayyorlanadi. Juda ham zo'r ishlangan. Mana men kalitimni topdim. Rustam aka kalitingiz. Kalit. Xirsa ham o'ylash mumkin, plastmassa deb yo'q, odamlar ko'radi. Kalit haqiqatan ham zo'r ishlangan edi. Eng trenddagi eng zo'r rang, odamlar klientlarim sevib bo'ladigan, narxlari ham hamyonbop. Xuddi shunday boshda reklama qildiki, tur ishlaydi. Shunday. 180 lik. Buni ham xuddi shunaqa razmerlari bor, narxlari boya aytganda 4 million so'm komplektlari. Agar bunga keladigan bo'lsangiz 6 ishi, 3 xonali tortmalari, женский muzkoy tortmalari, alohida bunday xuddi shunday svitinlilar, ajoyib mana bunday spalnisi, joyim stili uchun bosh tomoniga qo'yib qo'yganmiz. Mana bunday ajoyib ikkita tumba bilan trimolari. Mana tosh o'ynalari. Shunday. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsangiz, keling buni ham eski narxda qoldiraman. Maydalashmaylar o'sha 5 million 200 ming Kamolda. 5 million 200 ga ketdi. 5 million 200 ming. Svitinliklar bilan chiroyli qilib beradi. Xudo xolasa bugun Qashqadaryoga ketyapti, akamlarga onlayn savdo qilganman. Aka bugun kechgacha boradi, hech o'ylanmang. Bugun va'da qilganman, bugun xuddi shu mebeldan Xudo xolasa Qashqadaryoga boradi. Inshaalloh boradi. Inshaalloh. 5 million 200.
Xo'p, 100% deb bilasizmi bir marta nima bo'lgan? Ketayotgan joyda mashina buzilib qolgan. Ha, endi sal esimizdan chiqdi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Ekranga qarab gapirish ham oson. Alloh xohlamasa 1200% uverimbo'ng bo'lmas ekanda. Endi mani Hayotda ko'ryapmiz lekin. mani o'rnimga o'zingiz qo'yib ko'ring. Men endi shuncha odam mani ko'radi, adashmovchilik bo'ladi-da. Shunday bo'ladi. Albatta, Avvalambor Alloh avvalo Allohdan yaxshi niyat qilsak hammasi bo'ladi. Maya Maya ranglari har xili bor. rangi. Shampan, dilla mandaqa kumush, atachento har xil ranglari bor xullas. Tanlab olaverasiz. O'zi eng trenddagi, eng zo'r ketayotgan rang. Shifonyerlar katta 260 ila adashmasa 270, balandliklari 2,5 metr, ikkita tumba. Mana bunday ajoyib spalnisi. Do'stlar, yumshoq, miyaqki bosh taraflari, Oyoq uchigacha taraflari ham ajoyib o'ymali ishlangan. juda chiroyli. Ana bu tosh oynasi, tremosi. Narxlariga keladigan bo'lsangiz, keling. Sezon keldi, narxlar ko'tarilyapti, Jamshid deyishmasin. Eski narxda qoldiraman. 7,5 sotgan deysiz. Mana 1 yil 7,5 milliondan ushlab turdik. O'sha eski videomda eski narximiz 6 million 800 ming so'm. 6 million 800 ga 6 million 800 ga komplet boya hozir ko'rsatgan narsalarimiz bor. Menimcha zo'r variant 6 million 800. Juda ham chiroyli ishlangan, oladigan pulingizga arziydigan variant haqiqatan. Baraka topas. Endi keling, mana bunaqa stenkasini qo'shib olaman desangiz, skidka beraman albatta. Bu shu turishi o'zi 4,5 million so'm. 4,5 million so'm. Agar shu ikkalasini bitta joydan olsangiz, komplet qilib olsangiz, shu garniturda olingan stenkasini ham beringsiz, 4,5 million emas, 1 million skidka qilaman. 3,5 million. 3,5 ga olinadi. 3,5 millionga shunga qo'shib yuboraman. Gap yo'q. Bosadigan joy mana do'stlar, pastlari ham sapokli deysizmi, etikli deysizmi, shunaqa. Mana bu tummalari ham bor. Ustunlari ham MDF dan ishlangan. Hozir unaqa nima deydi, plastmassa emas, yelimdan ishlanmagan. Xullas, bosadigan joyi do'stlar, komplet mana uylanadiganlar uylanib qolsin. Haqiqatdan narxlar shikolat. Keyingi bu tosh oynasi. Bu tosh oynasi edi mana. 6 million 800 ga marhamat oling, 3,5 million so'm stenkasi bilan. Komplet mana shuncha narsani olib ketamiz. Xo'p, mana bu modellarimiz zo'r, shuni ham aytib o'raylik. Rustam akam bu sevimli modellari, yaxshi sotiladi bundan. O'zlari Bag'at ko'rinar ekanda. O'zlari nom berganlar, Madonna deganlar. Bilmayman, Madonna degan tanishlar bo'lgan meni Rustam akamdan. Bo'lsa, Madonnadan sotdim, yozib qo'ydinglar-da. Yoshlikda bo'lgandir balki. Hangam saydan biladi. Oyim eshitib qolmasin tam. Xo'p, Madonna ajoyib mebel. Haqiqatan ham chiroyli mebel. Ajoyib shifonyerlari ham ikkita eshik oldiga chiqqan fason 8069 Xitoy fasonidan olingan bu ham. Fasadning qismi krashinli MDF dan ishlangan, ikki xil rangda tillaga mana bunday vatan deb nom bergan rossiyskiy laminatimizga aralash qilib ishlangan. Ichlari juda ajoyib ishlangan. Qizlarning xonasi, bolalarning xonasi va kiyim taxlaydigan xona va tagiga bitta yana tortma ham qo'shib qo'yganmiz. Narxlariga keladigan bo'lsangiz, buni ham eski narxda qoldiraman. 6,5 million so'm. 6,5 do'stlar mana ajoyib tremolari, tumbalarga ham e'tibor qiling, qanday tepada quloqchalari bilan mana bunaqa xonalar ochiladi, tepalari ham ochiladi. Tepalar menga xohlashmaydi ochishdan, tepalariga ochiladi. Gap yo'q, shikolat. Keyingisi yangi modelimiz, qarang. Yangisi men ko'rmay qolibman buni. Ko'zingiz chaqnaydi. Malibu Spalni, Malibuni ukasi. Gap yo'q do'stlar, bu akril materialdanmi? To'ppa to'g'ri topdingiz. Kamolni siz ham o'zi salkam mebelchi bo'lib qoldingiz o'zi. Aka 4 yildan beri sizlar reklama qilaverib, o'zi bo'lib qoldim haqiqatan. To'ppa to'g'ri akril material, germanskiy material, akril. Akril deganda fasadning qismi, yuzgi qismi polni akrildan ishlangan, qolgani rossiyskiy o'zini laminatdan ishlangan. Yaltirashni qarang do'stlar. Yangi model 6 eshik, 3 xona plus yana alohida mana bunday antrisollari. Nasos bilan ishlangan. Ana bu yangilik. Tepa ham bo'sh qolmabdi, ana tepaga ham bemalol kiyim taxlab kerak, lishni kiyimlar qo'yib qo'yasiz. Chemadonlar tashab qo'ysak bo'lar ekan. Bemalol sig'adi. Xuddi shunday, bunda ham xuddi shunday svitsinlilari bilan Kamoliddin. Nima deymiz? Balandliklari 220 ila 230, to'g'risi eslolmayapman hozir, yangi qo'ydik o'zim ham hozir eslolmayapman. 220 230 dan ziyodroq ham baland do'stlar, ancha. Razmerlarga keladigan bo'lsangiz 240. Mana bunday ajoyib Malibu Spalni. Mana bunisiga mana shu zo'r chiqaribdi. Spalnilar ham ajoyib, juda chiroyli ishlangan.
Rangini ham o'ziga mos modeliga yarashgan rangni qo'ydik xohlovchilarga, lekin kamolda rangini o'zgartirib beraveramiz. Mana bunday ajoyib trimosi va ikkita tumbasi tepada turibdi. Komplekt akril material, xohlovchilarga stenkalarni ham chiqarib beraveramiz, xohlovchilarga. Stenkalari ham bor. Video davomida uni ham ko'rsatamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, o'zi akrillar 7,5 million, joyda ko'rdim 11 million ham deyishyapti. 11 million ham deyishyapti. Ishlab chiqarish o'zimizniki. Undan muammo yo'q. Shuning uchun narxlari bizga uncha-muncha odam raqobat bo'la olmaydi. Narxlarga keladigan bo'lsak, 6,5 million so'm. 6,5 millionga mana shuncha narsani olib ketasiz do'stlar. Shkafi ham katta ekan, bogat ishlangan. Spalniga nima deyapti? Oladigan pulingizga haqiqatan arziydigan mebel. 6,5 million. Joyi kelsa 7,5 ham sotyapmiz endi. Mana video orqali, siz orqali kelganlarga, mana videoni ko'rganlarga mana shunaqa yaxshi bonus skidkalar 6,5 millionga olib borib ustonovka qilib berishimiz 100 kilometrgacha tekin. Shokolad do'stlar bosamiz. Xo'p, trenddagi balchiq, haqiqiy balchiq modelimiz. Adashdim. Balchiq to'g'ri, faqat unisi balchiq, bu Barchinoy o'zingiz Bu Barchinoyda, Barchinoy, nomida adashdim deyapman. Nomida sal adashdingiz. Boya ko'rsatganimiz 5 million 200 lik 3 xonali, lekin razmerlari bir xil. Unda sal o'zgartirish kiritib, trimolar baland ishlangan, spalnilar oyoq uchlariga sandiq qilganmiz va yana shkaflarni to'rxonali qilganmiz. To'rxonali qizlarga ikkita xona, bolalarga ikkita xona qilganmiz. To'rxonali shkaflar to'rt eshik oldiga chiqib 8069 Xitoy fasondan olingan. Keling, mebel ko'rsatayotgan mebellarimiz hali juda ko'p, shuning uchun sal qisqacha qilamiz-da. Tez. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol kamolda nomerlar qoldiringlar, bemalol aloqaga chiqib gaplashaveramiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, eski narxda qoldiraman 5 million 800. 5 million 800. 5 million 800. Deyapti do'stlar, shu shokolad. Trimolarga qarang, mana yaxshilincha xonalari. Har doimgidek. Yana bitta shunday video bor, mana shu bo'yin bor, mana tik holatda turibman, bemalol engashib qaramaysiz, trimolar baland ishlangan. 5 million 800 kamolda. Ketdi. 5 million 800. Bunimiz tros. Tros modelimiz. Hali ham yaxshi sotyapmiz. O'zimiz obunachilar biladi buni. Juda ham chiroyli ishlangan, 3 xonali, mana bunday ajoyib trimolari. Fasadning qismi MDF dan ishlangan, krashinni hisoblanadi. Juda ham chiroyli, ajoyib ishlangan, katta ishlangan. Spalnimiz joyi kichikroqligi uchun sal kichikroq qo'yganmiz. Bosh tomonlari mana bunday ajoyib chiqqan. Tumbalari do'stlar. Tumbalari. Xo'p, necha pul? Narxlarga keladigan bo'lsak, 8 millionda qoldiraman. 8 million 800 ming deysiz. 8 million. O'tgan safargi narxda qoladi, lekin o'sha narxlar oshyapti. Oshyapti, endi bilasizki, sezon kelganda bizni qo'limizda emas, ham sezon kelyapti, mebelchilar oshiryaptimi? Hech qaysi mebelchi oshirmaydi. Qachonki olayotgan joyimizda mahsulotlarimiz oshgandan keyin noloj o'zi oshib ketadi. Mana shuni ham aytib o'raylik. Troykamiz. O'zini olmoqchi bo'lsangiz, 5,5 million so'm qilib beraman. Yangi modelimiz 5,5. Mabodo shu troykaga trosni yo balchiqni yo mana bu to'rt eshikni komplekt qilib qo'shib olaman desangiz, 4 million 800 ga beraman. Ana bo'lmasam, bu bogatligini qarang do'stlar. 4 million 800 ga ustunlar MDF, oynalar Grabiron o'yilgan oynalar, ichlarida oynalar, farset oynalar, qo'lni kesmaydigan oynalar. Gap yo'q do'stlar. Bitta mebel qo'shib oling, 700 ming skidka qilaman deb 4 million 800 qilib beraman. Ketdi. O'zimizni Toj Mahal. Kamolida, siz menga buni 8 million narxladigansiz boshda. Endi men juda qimmat deb o'ylayman. Ana shu to'rt eshik Toj Mahalimiz, mana shuni o'zdan qildilar, Kamoliddin boya to'rt eshikni ko'rsatdi. Xohlovchilarga 4 eshik, xohlovchilarga 6 eshik, xohlovchilarga 5 eshik ham qilib beraman, farqi yo'q. Ishlab chiqarish o'zimizdan, farqi yo'q. O'zgartirib beraveramiz. Toj Mahal chokko rangi. Juda ajoyib ishlangan. Hali ham yaxshi sotyapti, trendga ketyapti. Xohlovchilarga ranglarni o'zgartirib beramiz, muammo yo'q. Narxlarga keladigan bo'lsak, buni ham eski narxda qoldiraman. 5 million 800. Ana do'stlar, faqat shu bizning nomimizdan kelganlarga-da. Shunday. Aylanib, bosh aylanib kelganlar bu yerdan kamida shu 7 millionga olib ketadi. Bilmaganlar 6,5 ham ko'tarib ketadi. Endi bu bozor, bu savdo bu. Endi reklama qilgandan keyin aytilgan narsaga javob berish kerak. 5 million 800 gap bo'lishmaydi. Shokolad va ushlayishlarni qarang. Uncha mebellarda bunaqasi qo'yilmaydi. Vakuum bo'lishgan. Temboli vakuum. Mana bular ham vakuumida. Nima edi bu? Yo'q, bunisi vakuum emas, eshiklari vakuum. Eshiklari vakuum. Eshiklari vakuum. Hammasi vakuum, eshiklari.
Gap yo'q. Xo'p. Bu yoqda mana shu dahshati turibdi. Buni keyin aytamiz. Hozir mana buni aytib olaylik. Mayli, keling. Mebelimiz juda chiroyli mebel, yaxshi o'tayapmiz, kostyumasin. MDF materialdan ishlangan, shifonyerlar 270. O'ziga moslab mana bunday ajoyib trimolari. Qarang, trimoni balandligini qarang. Trimosi ham juda chiroyli ekan. Ha, Qarang. chiroyli, baland ishlangan kamolni ko'p trimolarga qarasangiz, bunday engashib qaraysiz-da, mana tik turgan holatda ham bemalol bo'yingizni ham oladi. Mana do'stlar. Trimolar juda ajoyib ishlangan. Endi mana bunday ajoyib spanless sizga ko'rinadimi? Shunday o'tib ko'rasiz. Bering men sizga bir video qilib beraylik. Mana bunday ajoyib spanlelari, Kamoliddin o'zizlar bor. Qancha qilib beramiz? Kamoliddin keling. 6,5 ham dedik, 603 ham dedik, 5 million 800. Ana. Do'stlar, like bosadigan joyi mana shunday ajoyib naqshinkor mebelni 5 million 800. 5 million 800. Qarang, chiroyligini. 5 million 800 komplektni yotoqxona. Xohlovchilarga mana stenkasi. O'ziga moslab, mana gullariga moslab chiqarganmiz. Komplekt o'siz juda ham ajoyib chiqadi. Juda ham chiroyli ishlangan. E'tibor qiling ustunlarga. Uyi to'ladida mana shu. Shunday. Mana bu ustunlar MDF dan ishlangan, shu ustunlarga ham e'tibor qiling. Ko'plar aytadi, sal qimmatroq olgan deganlarga ko'p bu mebellar ko'p joylarda bor, lekin bunaqa ustuni yo'q. Bunda ustun qilganmiz, xuddi shunday stenkasiga ham mana shunaqa ustunlar qo'yganmiz. Kamoliddin taylariga qoshlari bilan hammasini qo'yganmiz. Xullas, stenkalarga keladigan buselli stenkalari alohida bitta o'zini olaman desangiz, 4 million so'm. 4 millionga bir o'zini olaman desa. Agar shu mebelingizga qo'shib bitta joydan olaman desangiz, endi har xil vaziyat bo'ladi, to'g'ri tushuninglar. Men buni majbur qilyapti olishga deb o'ylamanglar. Xohlang keling stenkasini o'zini oling, 4 million so'm. Agar ikkitani bitta joyda olsangiz, yutug'imiz nima? Bitta mashinaga sig'adi. Rasxodimiz bitta bo'ladi. Shuni hisobiga. Yo'l kiradan sal ekonom bo'ladi. Ekonom bo'ladi, terish pulidan ekonom bo'ladi, hammasidan ekonom bo'ladi. Ikkita rasxodimiz bitta rasxod qilinadi, bitta mashina bo'ladi. Shuning uchun 4 million so'm o'zi alohida. Agar shu stenka bilan mana shu mebelni birga bitta joyda qo'shib olaman desangiz, nechta pul qilib beradi? Keling, maydalashmaylik. Hisobga to'g'ri qilib qo'yay. 3 qilsam men qiynalib qolaman. 3 u 2 ga 508 qilaylik ana. Ana do'stlar. 800 ming mingga skidka qilaman. O'sha rasxod chiqarib tashlayapman. 3 million 200 ming so'mga 5 million 800. Roppa rosa 9 millionga uyingizga kirib o'rnatib berishlari bilan. Ana do'stlar, 9 millionga mana hammasi bitta joyda bitib ketadi. Shunday. Xo'p, Bizda dinozavrimiz, gigant. Juda ham zo'r ishlangan, kalti bitkodam ko'rib olyurganim yo'q, qirilmaydi, chizilmaydi, bemalol ustini ham, ichini ham qirib ko'rsataveramiz, farqi yo'q. Qarang, sizga degan ikkalasi. Ikki xil kombinatsion rangda ishlangan. Bu gibrid ham eshiklari, undan tashqari tortmalar. Bu tomonida ham Kamoliddin, bu tomonida ham eshiklar, tortmalar. Ikkita tortma. Qizlar er-xotin hech talashmasdan tutishaveradi. Va o'rtada 3 ta xona. Muskoy xona, kiyim taxlaydigan xonalari va yana qizlarimizga yana alohida yana xonalari, kiyim ilaydigan xonalari. Gibrid 3 metr shifonyer, 5 xona tortmalaridan tashqari. Mana bunday ajoyib spalnisi. Joyimiz kichiklik uchun spalni kichikroq qo'ygan, mana bunday ajoyib trimolari. Trimolarda o'zimizda har doim ko'rsatadigan yashirincha xonalarimiz. Firmenni sirchalari bor. Xo'p, nech pul? Keling 7,5 midi? 7,5 midi oxirgi berganmiz. Undan keyin skidka qildik, yana Ro'za Ramazon oyiga. Qurbon hayitiga lekin qilmadik. Qilmadikmi? O'shani hisobga olganda 6 million 800. 6 million 800 ga ana qurbon hayitiga deb ataldi. 6 million 800 komplektlar. Bosh taraflari ham ajoyib. Xullas, keng, katta, men erta bolali bo'lganimdan keyin unga ham shu yerda sig'ib ketadi deganlarga mana tavsiya qilamiz. Haqiqatan katta shifonyer. Zo'r. Xo'p, navbatdagimiz do'stlar, shohona modelimiz ko'rishingiz mumkin. Haqiqatan chiroyli model. Sal sho'shyapmiz. Videomiz ko'payib ketyapti, mebelimiz hali ko'p. U yerda yana klientimiz qarab turibdi. Tepada bor hali bir qator. Tepada hali mebel tepalarni ham o'zgartirganmiz Kamoliddin. Shifonyer, qarang, ajoyib shifonyer. Jizzaximizga qo'yganmiz. Qaymoq rangini. Bolotvoy rangi ham bor. Yashil deymizmi o'zimiz tilimizda. Ikki xil rangi Jizzaxda turibdi. Tilla rangi Samarqandga qo'yganmiz. Juda ham ajoyib ishlangan, mana bunday ajoyib spalnilari, oyoq uchi mana oldingizda turibdi, sandig'i Kamoliddin. Do'stlar, past tarafi
Disk ochlarmi? Qanday Bu ochiladi? tomondan ochiladi, oyoq uchlar sandiqda ham noto'g'ri qo'yib do'stlar. qo'yishibdi. Sandiqda oldi tomonlari uymali bo'ladi. Hozir chappa qo'yib qo'yishibdi-da. Teskari qo'yib qo'yibdi. Rustamboy aka, mana bunday qilib sal bunday yo'lni olib borsangiz ham Mana bo'ladi. do'stlar, oldi qanday bogat ishlangan. Qadam chiroyli ishlangan, Eng chiroyli joyini yashirib qo'yibdi. yashirib qo'yibdilar-da. Xo'p, keling. Xullas, keling, narx-navolarga kelayotgan bo'lsak, 12,5 million. Shu turishi 12,5 million. 12,5 million. Davay skidka qilamiz. 500 ming. Kelishdi. Ketdimi? Siz obunachilarga mana Kamoliddin- 12,5 edi. 500 ming. Kamoliddinni tushunaman, sababi Kamoliddin man tomon emas, xalq tomon bo'lishi kerak. Shuncha narxga talashyaptilar. Gap yo'q, Endi bir 500 xil ming payti skidka. hayron bo'lib qolaman-da, arzon aytasiz, bu qimmat bo'lishi kerak edi deyman. Bir xillar noto'g'ri tushunadi. Haqiqatdan qimmatlarni ham mana arzon qilib beryapti. Endi qancha arzon bo'lsa bizga shuncha yaxshi. Shunday. Do'stlar, qo'llab-quvvatlab turamiz, hali tepada davom etadi. Yangi modelimiz Kamoliddin, boya aytgandek vaqtimiz chegaralangan, juda ham ajoyib shifonyer. Juda ham ajoyib shifonyer, juda ham ajoyib spanli. Buni ko'rib bahridilingiz ochiladi. Tremolari sensorli, agar to'pga ulagan bo'lsalar, ulaganlar ekan. Ana. Ajoyib ishlangan, juda ham chiroyli. Bu aytganimizga qanaqa savol javoblar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Narxlarga keladigan bo'lsalar, ortopedический matraslari bilan keling 11 million. 11 millionga ketdi. 11 million. 11 million. Shunga mabodo mana penal xohlab qolsangiz, mana penalimiz. Yangi model penalimiz. Xohlovchilarga yana bir 3 xil turli penalimiz bor. Shu penalni ham qo'shib olaman de, 4,5 million so'm. 4,5 ga qilib beriladi. 4,5 ga penal. Atak o'zi alohida 5 million so'm. Qo'shib oling 4,5 million so'm. Ishlarni qarang do'stlar, farsetli. Juda ham chiroyli ishlar. Qanligini qarang. Xo'p, xohlovchilarga mana bunaqangi Troykalarimiz ham bor, qo'shib olamiz desangiz, buni ham fraz aytib keting narxini. O'zi alohida 6 million so'm. Mebel qo'shib oling, bundan ham 500 ming o'tiraman. 5,5 million. 5,5 ga. Yo, shuni o'zini olaman deb 5,5 ga berdim, Kamoliddin, maydalashmadim. 5,5 million o'zini olsalar ham. Xo'p, Bizni balchig'imiz, bizni eng zo'r mebellar, qirilmaydigan, chizilmaydigan gibrid. trenddagi do'stlar. 260, eshiklar vakuum, qator polkalar qizlarga va bolalarga alohida kiyim taxlikka xonalari. Oynalar farset bo'lgan, qora oyna, o'zini ko'radigan ko'zguli oyna. Muskoy xonalari alohida, shim taxlaydigani, kiyimlaydigani va ya sefchasi sefcha ham qilib beramiz. Qizlarniki ham alohida. Mana bunday ajoyib keyin trimolarimizda yashirincha xonalarimiz. Yashirincha xonalarimiz, trimomizni o'zini orqasida svechinli yonib turadi. Tokka olasangiz bo'ldi, svechinli. Yonadi do'stlar. Mana bunday ajoyib spalningiz, parallon machalkali. Narxlarga keladigan bo'lsangiz, почти 1 yil ishlab turdi, 7,5 millionda. Adashmasam, ro'za Ramazon oyi hayitga 7 million qilgandim. Eski narxda 7 milliondan qoldiraman. Eski narx. Ishga javob beraman ekan. Ishga javob, pachka upakovka olib borib o'rnatib ham beramiz. Do'stlar, bu почти bir 2 yildan beri o'zini o'rnini yo'qotgani yo'q. Juda sifati zo'r. Chiroyli ham haqiqatan. Buni nima qilib turibdi? Bonusmi? Nima deysiz bunga? Endi bonus qilib yuborsanglar, sal qimmatroq narsa, mayli bonusga ham gaplashib yuboramiz. O'zini narxini qancha qilasiz? Shartim bu. O'zini olishsami? O'zini olsa 1 million 700 ming so'm qiladi. 1 million 700. Voy, bu Agar shohona oyna ekanda o'zi ham, ha? bitta narsa olishsa, mayli o'zini narxi 100 dollar. 1 million 300 ming so'm qilib beraman. Haqiqatdan Bir nima olishsa, o'zini nima bir burchaga qo'yib qo'yasiz. Mana shu bogat ishlangan ekan, zo'r. Buni ham bosib olsak bo'ladi. Shunday. Xo'p, Tumor. Boyaga trosada adashmasam, bu tumor. Bu tumor. Zo'r modelimiz. Kechadan oldingi kuni ham sotdilar. Xudoga shukr, yaxshi sotyapmiz. O'zi chiroyli model. Mana bu yerda почти nechta 1, 2, 3, 4, 5 ta xonali bu. Juda ham chiroyli ishlangan. O'tib ko'rsak sal qiyinroq bo'lyapti. Mana bunday ajoyib spalni, mana bunday ajoyib shifonyeri. Shunday o'sha yoqqa o'tsangiz, Kamoliddin tremosini ham shunday ko'rsatib berardi. Siz ham yoqqa bu yoqqa o'tizmasiz mana. Oldi ko'rinishlari juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli ishlangan. Mana tremosi shunga moslab Kamoliddin stenka olamiz deb qolishsa, mabodo mana shu stenkani bosib olishsa bo'ladi, qarang. Mana buni juda mosda bunga. O'zini stenkasi. Tumor 8,5 million, 8 million 800 sotdi, endi keling buni narxini 7,5 qilamiz. 7,5 ga 7,5 million. ketdi do'stlar. 7,5 million. Bogati juda. Mana mebelchani qarang. Bu ham yangi mebel. High-techcha.
uy kichikroq bo'lganlarga, joyi razmeri kichikroq bo'lganlarga, menga kichkina bo'lsa ham, lekin menga 3 xonali bo'lsa, 2 xonali kam deganlarga mana, pожалуйста, sizlarga 3 xona. Kiyim iladigan xona va yana kiyim taxlaydigan xona va yana alohida kiyim iladigan xona. Mana. Eri xotin talashmasdan bemalol tepaga ham, pastga ham muzko'y xonalar ilishadi. Yetadi xullas, kelin-kuyovga. Bemalol yetadi. O'shanday spalnilari mana ko'rib turibsiz. Spalnisi, ikkita tumbasi. Komplektda nima bo'lsa, bunda ham xuddi shu narsalar bor. Mana bunday ajoyib trimolari bilan. Narxini so'rang, buni narxini. Qani, buni ham 4 million qilib beramizmi? Yo'q, endi koreyskiy qimmat yuradi. 5 million 800, 5,5 sotishyapti. Keling, men sizga. Ya, maydalashmang, mayli. 4 million 300 mingsiz. Ha, 300 ming qo'ysiz. Hech narsa emas. Endi koreyskiylar sal qimmatroq yuradi. Bunaqa yuradigan balonchalari Luchidasi qimmatroq bo'ladi. Shuni hisobiga boya 5 million 800 dan farqi bu 180 shifonier o'sha uyiga moslab qo'ysa bo'ladi. Ular faqat 240, 60 santimetr farqi bor. 5 million 800 ming bilan buni farqi bor. Lekin hozir xonalar ham kichkina bo'lyapti. Bu zo'r variant do'stlar. O'sha narsalar hech emas, kam emas. Bular arzon, kamchilik bormi deganda hech qanday kamchilik yo'q. Spalni beramiz, tumba beramiz, shifonier beramiz. To'shanani qarang do'stlar. Bemalol mana oyoqlari joylashadi, bo'ylari ham juda uzun ekan. Shunday. Xullas, o'shaga bu yil hamma uylanadi. Xudo xolasa, inshaalloh 4 million 300 ming so'm. Xuddi shunday yuzda yuzimizda nechta narsasi bo'lsa, bunda ham xuddi shunday shuncha narsasi bor. Endi buni narxi 2 barobar do'stlar, hozir ko'rasiz. Endi bu nima deydi? U ham ayol, bu ham ayol. Bu faqat sal ko'proq bo'yangan ayol deganlarda, ikkalasi ham rossiyskiy material modelimiz, bilasiz. Trenddagi eng yaxshi sotadigan modellarimizdan shifonierlar 3 metrdan ziyod. Hali ham o'lchamaganman, bilmayman, lekin 3 metrdan ziyodligini bilaman. Turxona, qizlarga 2 ta xona, bolalarga 2 ta xona. Ajoyib anaqa katta tumbalar ko'tara olmaysiz. Og'ir, katta tumbalar ishlangan. Ana shu tumbalarni mana shu spalnini oldiga qo'yiladigan narsalar, ikki chekkasiga qo'yiladi. Mana bunday ajoyib spalni Kamoliddin shampan rangidan ishlangan, juda ham chiroyli. Mana bunday ajoyib trimosi. Trimoni qarang kattaligini. Bu вообще shifonier bo'lib, trimoni o'zi ham. Juda chiroyli ishlangan, ajoyib ishlangan. Postlar, do'stlar, ko'rishingiz mumkin oyoq tomonlarini. 100 modelimiz. Bo'ldi, bunga narx oshira olmaymiz. Oshirdi deyishadi, yana qoldiraman. 8,5 millionda qoldiraman. Tushira olmaymiz ama? Tushirsam o'zim minusga ketib qolamiz. 8,5 million. 8,5 million mana shunday chiqamiz. Qimmat narsa-da. Ma'lumot o'rnida o'tgan yili 10 millionga sotilgan narsa. To'ppa-to'g'ri. 8,5 million hozirchalik erta nima bo'lar bilmaymiz. Oshishi mumkin. Keyingi videogacha gapi o'sha va'da 8,5 millionda ushlab turamiz. Gap yo'q. Xuddi shunday mana pinallarimiz. Boya aytganda, endi bu boyagida ramka yo'qdi, bunda ramkalari bilan, xohlovchilarga ramkalari bilan shu turishi 5,5 million. 5,5 millionga shu turishi. Shu turishi ramkalari bilan. Siz masalan televizor qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu ramka kerak emas sizga. 500 ming so'm chiqarib tashlayman. 5 million so'm. Yo, Jamshid 5 million ham qimmat degan bo'lsangiz, buni olmoqchi bo'lgan payt. Yotoqxona olayotgan bo'lsangiz, yotoqxonani ham o'zimni olay, bunga yana 500 ming o'tib beraman. 4,5 million. Tushunarli. 4,5 million so'm. Agar o'zini alohida olaman siz, ramkasi bilan 5,5, biz ramka 5 million, mebel oling yana mendan yotoqxona. Mana bu sizga 4,5 million. Faqat yotoqxona mebel emas, stol stullarimiz bor, uголок bor. Nimadir oling, buni 4,5 ga beraman. Gap yo'q. Menimcha tushunarli bo'ldi do'stlar. Hali ikkinchi etajga yo'l olamiz. Mebellarimiz yana bor tepada. Ana bo'lmasa, sizlarga bu yoqda akamiz yana bir qator spalni nabor taxlab qo'ygan. Shu bu yil hammani uylantiraman deb belni qattiq bog'ladingizmi deyman Jamshid aka. Ha, shunday mana modelchan qarang. Gap yo'q. Do'stlar, bir like bosib qo'yamiz, esdan chiqmasin, aka-ukalar, opa-singillar. Sizlar uchun erinmay mana yarim soatdan ham o'tib ketdi. Ha, 1 soatga borib qoladi. Tez o'tamiz bu yoqqa. Ketdik. Yangi modelimiz Kamoliddin. Buni avtori Diana mebelimiz egasi. Zo'r ishlangan yangi model, ruchkalar MDF dan ishlangan. Tepada sevishchalari bilan. Bu qizlarimizning xonasi bu. Eshiklar vakuum. Xuddi shunday bu tomonda qator polkalari, polkalar ichida yana tortma ham qo'yganmiz hozir. Shkafchalar alohida. Shkafchalar ham qo'yganmiz.
Ranglariga qarang. необычныйmi? Boshqa chiroyli ruchkalar MDFdan ishlangan. Anavi Sinib qoldi, tushib qoldi degan gaplar bo'lmaydi. Mana bu 2000 bolalarimiz dollarlik mebellardan mana shunaqa chiqaradi hozir high-techlarda. High-tech haqiqatan zo'r ishlangan, polni yevroga ishlangan, juda ham chiroyli ishlangan. Gap. Ha, mana ruchkalarda klyonkalari bor ekan, hali buni ham olishmabdi ular, bilishmagan bu yerda klyonka borligini. Mana bu yopishtirganlar ustida Ha. klyonkasi bor do'stlar, bunday qilib. Olish ham qiyinroq ekanda, shuning uchun olishmagan. Mana. Bo'ldi, mana bunday. Bo'lgandan keyin yana ham bilasiz, undan ham chiroyli bo'ladi. Yana ham yaltirab chiroyli bo'ladi. Spalnini qarang, bo'ldi. Kattaligini qarang, buni bosh tomoni. Spalning bosh tomonlarining o'zi salkam 3 metr, salkam tumbalar bilan qo'yilganda, tepalar alohida ochiladi, pastlari alohida ochiladi. Spalning bosh tomonida ishlatilgan materiallar hali uncha-muncha mebelchilar qo'ymagan materiallar, yangi chiqqan material. Miyaqi ekan-a? Juda chiroyli. Bundan divan ishlasa ham ana shu zo'r bo'ladi lekin. Shunday zo'r chiqadi lekin. Xullas, odamni umrini yarmi mana shunaqa yotoqda o'tadi-da, shuning uchun yaxshidan olish kerak. Xo'p, yonida как diplomatga o'xshab ishlab qo'yibdi mana bu Zo'r ishlangan haqiqatdan. tummalarini. Mana trimosini ham ko'rsatib o'tasizmi? Gamolda? Yo'q, boya ko'rsatdingizmi? Sensorli, ajoyib ishlangan, ruchkachalarni qarang. Xonalari 2 xonali alohida. Gap yo'q. Mana bunday alohida tortmachalari va yana tumbalarni ichida polkalari bilan. Gap yo'q. Mana Xullas, polkalari bilan. yangilik do'stlar. Shunday. Yangilik bo'lganda ham zo'ri. Narxlarga keladigan bo'lsak, Kamoliddin. Narxlarga keladigan bo'lsak, ana buni klyonkasi hali ham olinmoqda. Mana bunday chiroyli qilib qo'ysak, narxlarga keladigan bo'lsak, 11 million, 12 million, 13 million har xil narxlar endi bu bozorda bu ham. YouTube orqali kelganlarga ortopedический matraslari bilan 10 million so'm. 10 millionga ketdi. 10 million so'm. Keling, solishtirib ko'ring, ishni ko'ring. O'zingiz ko'rib xursand bo'lasiz, ishga javob yaxshilangan. Rangchaga ham e'tibor qiling, yangi rang. Haqiqatan zo'r do'stlar. 6 ishimiz Balchiqda jurasi. Ko'p mijozlarimiz bizga Malibuniki o'xshagan bo'lsin, qora oq. Mana qora. Mana пожалуйста, oq. Ichi oq. 2 xil kombinatsionli rangda ishlaganmiz, juda ham ajoyib chiqar ekan. O'zimizga ham yoqdi. Mana bunday ajoyib qarang. Oqqa qora juda ham chiroyli chiqar ekan. O'rtasi polka. Polkalar, taylarda tortmalari, xuddi boya pastdagi balchig'imiz o'zidan bu ham. Bu yoqda uzun kiyimlarga. Uzun kiyimlarga, muzkoy xonalarga ham ikkita xonali. Bu ham xuddi shunday svetilniy, mana bunday ajoyib spalni orqasida mana trimosi. Narxlari boya aytganimizga Kamoliddin bular 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ga ketdi. Haytekshanglar ham 5 million 200 ga arziydi, olayotgan pulingizga. Juda ham chiroyli, rossiyskiy material. Qirilmaydi, chizilmaydi, mana kaltim, mana ekan. Qirilmaydi, chizilmaydi, bemalol qilib ko'rsataveramiz. Qirilib chizilayotgan material, usti ham, ichi ham bir xil material. Rossiyskiy material. Ma'qul kelsa mana bosamiz. Dianani yangisi. Yangisi ham keldimi o'sha? Dianani yangisi. Buni o'zi o'tgan safar aytuvdik-a? Ha, Dianani yangisi, buni o'zi after o'zgardi. Hasan degan ukam chiqaryapti, juda ham ajoyib. O'zimiz bilan birga ishlaymiz seximizda. Juda ham chiroyli ishlangan, qoshlar o'ziga mos, fatollariga mos, tilla qoshlari bilan bu ham xuddi shunday 3 xonali taylarda tortmalari, mana bunday ajoyib ikkita tortma jenskiy usul. Spalnilarga o'zgartirish kiritdik. Spalni tumbalarga o'zgartirish kiritdik, bosh tomonlari o'zgardi. Siz Monza degan mebelimiz bor edi, shu boshlardan qo'ydik. Juda ham chiroyli ishlangan spalnilari bilan. Juda ham chiroyli MDF, ana oldingizda trimolari ko'rsatib o'ting Kamolda. Toshlanganlar do'stlar. Diana, eslasangiz 9 milliondan boshlaganmiz. 8,5 millionga tushirdik. Aksiya qildik, 8 millionga tushirdik. Bugungi aksiyada yana tushiramiz. Qancha? 7,5 million. 7,5 million gap. 7,5 millionga Diana. Balchiqda raqobatchisi. Barchinoyda, Balchiqda yangi modelimiz 2 ishli koreyskiy va yana alohida 1, 2, 3, 4 ta tortmalar. Ajoyib ishlangan. Zo'r ishlabdi lekin. Modelchasi juda chiroyli ishlangan, shkaflar 2,5 metr shkaflar juda ajoyib, juda ham chiroyli ishlangan ruchkachalar bilan. Qarang, fasonga o'zingiz bir bering bir baho. Juda ham menimcha chiroyli ishlangan. Такой богатый ko'rinib turibdi. Derskiy, mujskoy. Juda ham chiroyli ishlangan. Haqiqatdan oladigan pulingizga arziydi. Ajoyib ananday spalnilari, trimosiga qaranglar, tremos katta ishlangan. Kamolda o'ziga moslanib, o'ziga moslab ruchkachalari juda chiroyli. qaygacha tortma qilib ishladi.
trimolarni. Juda chiroyli ishlandi. Skromniy, серьезный trimo bo'ldi lekin. Katta trimo ishlandi. Haqiqatdan. Ham baquvvat bo'libdi mana Ha. qo'lcha qilib Shunday, ha. ishlash. Oladigan pulingizga arziydigan tovar. Narxlariga keladigan bo'lsangiz, keling buni endi yangi modelimiz sal yurg'izib olganimizcha narxlar gap yo'q. Skidka narxida qilib beray buni. Aslida o'zi 6,5 million sotishimiz kerak. 6,5 million sotishimiz kerak. 200 ming skidka qilay 6 million 300 qilib beray. 6 million bo'ldi. Qo'y. Taqalgan. Taqalgan 6 million. 6 million 300, 6 million 200 keling, maydalashmaylar. 6 million keyingi videogacha. Keyingi videogacha. Keyingi. Lekin ishga javob maza qilasiz. Ishlari ham juda ajoyib ishlangan. Menimcha eng puliga arziydigani mana shu bo'lsa kerak. Juda chiroyli ishlangan. Muskoy xonalari tepaga ham pastga ham bo'ladi. Gap yo'q. Mana Luchida yuradigan luchidalar eng qimmat yaxshi turetskiydan qo'yganmiz. Eshiklari chiqib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Qizlarimizga uzun xonalar va tortmalari ancha ko'p ishlangan sizga tortmalar. Siz bir suvenirlaringizni ham qo'yib qo'ysangiz juda ham chiroyli bo'lib turadi. 6 million so'm. Gap yo'q, zo'r. Siz mana bu modelchani qarang endi. Bu ham Toj Mahalga o'xshab ketadi. Ajoyib. Juda ham chiroyli ishlangan MDF material. Ana shu tipasida turgan podarka. Komod podarkami? Komod podarka. Gap yo'q. Hammasida 6 ta narsa bo'lsa, 6 ta narsasi bo'lsa, bu modelimizda 7 ta narsa bor. Ana shu komod podarka mana bunday ajoyib spalnisini qarang, juda ajoyib ishlangan. MDF material, rossiyskiy materialdan ishlangan. Xuddi shunday shkaflarga qarang, shkaflar ham hamma vaqt shkafni ikkita eshik oldiga chiqadi-ku, bu safar ikkita emas, ikki chekkada eshik oldiga chiqib, o'rtasi orqaga kirgan yangicha usulda mana bunday ajoyib tortmachalari, mana bular buni ruchkalari qo'yilmabdi-ku. Mana bu yerda turibdi. Ha, mana turibdi ruchkalari. Mana bu qator kiyim taxlaydigan xonalari bu va undan tashqari ikkita muskoy jenskiy xonalarimiz. Oldingizda tremos ham turibdi. Mana bu do'stlar tosh oynasi. Mana shu narsani men yaxshi o'ylagan deyman, chunki bunday o'tirganda odam oyog'i kirib, udobniy o'tiradi. Shunday. Xo'p, Juda ham chiroyli necha ishlangan. pul? Hozir bu ko'plar o'ylab turibdi, 8-9 million aytsa kerak deb. Yo'q. Unday emas, unday emas. Ana shu podarkasi bilan, podarkasi bilan 7 million. 7 million. Bir ustaga mana shu podarkani o'zini yasab ber desangiz, kamida 1 million pulingizni oladi-da. Oladi kamod, to'ppa Lekin to'laysiz. bunday qilib yasaydimmi, yo'qmi bilmadim. 7 million so'm bitta komod podarkasi bilan. O'zi 7,5 sotishimiz kerak, 7 million. Bu ham yangi model. 7 millionga. Komod ham detskiy narsalarni solib qo'yishga zo'r narsa. Juda zo'r narsa. O'zimizda 3 eshikli bulutimiz, bulut. Bilasiz, rossiyskiy material. Qirilmaydi, chizilmaydi, har xil ranglari bor. Juda ham chiroyli ishlangan 3 xonali jenskiy muskoy xonalari alohida hamma narsasi bor. Mramorda effektini berib turibdi. Mana uni ham qarang, xonalarning ko'pligini qarang, polkalar. Gap yo'q do'stlar. Kelin-kuyov bemalol talashmasdan, tortishmasdan tutishaveradi. 3 xona qizlarga, bolalarga va bunday ajoyib spalnisi. Hammasi komplekt. Do'stlar, o'zim mana shu nima deysizlar, kommentarda yozib qoldiring. Eng nima deydi? Skromniy variant, любой uyga tushib ketadigan deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz. Bundan ko'p sotamiz. Juda zo'r. Narxlari ham premium. Buni oxirgi marta 6 million 200, 6 million. Keyin 5 million 800. 5 million 800 5 million 800 kupayniy variant, polni komplekt 100 kilometrgacha olib borib ustanovka qilib beramiz. Gap yo'q do'stlar. Mana spalning bosh tomoni va tosh oynamizni ko'rishimiz mumkin. Bu ham mramor bo'lib yotibdi. Ha, mramorli, bu ham ikki xil kombinatsion rangda ishlangan. Mana bundagi yashirincha xonalari bunda ham bor. Seflar, dollarlarni solib qo'yamiz. Xo'p, narxlar bomba. Ikkinchi etajda bu yangi modellar hammasi ko'rishimiz mumkin. Pastda nomerlarga aloqaga chiqamiz. Mana bu yerda yana Stenkalarimiz bo'ldi. stenka, troyka, Troykamiz. 320, 2,5 metr balandligi, adashmasam undan ziyod bo'lmasa agar, oynalar polni farset bo'lgan. Troykamiz narxiga keladigan bo'lsangiz, bu sal qimmatroq ishlaganmiz, sal shunday chiqib qolgan o'zi qimmatroq chiqib qolgan. Rasxodimiz ko'proq. Buni 5 million 800 qilib beraman. 5 million 800 do'stlar, oyoqlari sabukli. Pinalni qarang, pinalni. Ustunlari hammasiniki MDF, troykaniki ham, pinalniki ham, pinalniki tagigacha oyna. E'tibor qiling, yangi pinal. Hali uncha magazinda ko'rmaysiz, buni yaqinda ishlab chiqardik. Juda ham ajoyib ishlangan. Pinallarimizga keladigan bo'lsangiz, shu turishi
Xohlang mebel oling, xohlang olmang. Ha, Skidkasi bilan 5 million so'mga beraman. 5 million. 5 million so'm yangi modelimiz. Gap. Penallarimiz boya ko'rdingiz 4 milliondan ham bor. Xudo xolasa 3,5 millionli penallarimiz ham chiqadi. 80-69 servantimiz. Juda ham ajoyib ishlangan gamoldan bu ham. Taylar, sapoglar bu ham MDF dan, shampan rangidan ishlangan. Bo'ylari baland 250 dan ham o'tadi. Bu Ustunlari nechtalik bu? Ha, Bu alohida, bu bitta butun. men qarab. Yo'q, bu bitta servant. Bu butuni boyaga troykasi edi, alohida. Bo'ldi, Buni bo'ldi. spinali. Bo'ldi, mana bu Buni yerga. xuddi shunday agar o'zini olaman desangiz 4,5 million so'm. 4,5 million. Agar boya boshidan maya bilan reklama qildim-ku, o'shani bu shampan rangi. Agar bitta mebel oling, qanaqa xohlasangiz, stol, stul oling, ugolok oling, spalni garnitur oling, farqi yo'q. Любой bittasini oling, 1 million skidka qilaman shunga. 1 million skidka gap yo'q. 3,5 million so'm. Gap yo'q. 3,5 millionga mana shunday narsa nima deyapti? Like sizlardan. Bizdan mana shunaqangi foydali videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta do'stlar, chiroyli fikrlarni kutib qolamiz. Jamshid akamizni savdosiga baraka tilab qolamiz. Rahmat. Umrlaringga Agar- baraka. Ishingizga omad, patishlarga chiroyli qilib beravering. Bo'li gap Bizda hali- shunqiramiz. Bu birinchi qism bo'lsa, ikkinchi, uchinchi qismlarimiz bor. Mana bularni ham narxlarini hali отдельный video qilib aytib o'tamiz. Keyingi videolarda kutib qoling. Pastda yumshoq mebellar ham bor.